biz ham yuksaklarga tikkandik ko'zni. Bizda ham bor edi matonat bardosh. Arslon chorlagandi qoshiga bizni, lekin qumursqalar bo'ldi safardosh. Arslon chorlagandi qoshiga bizni, lekin qumursqalar bo'ldi safardosh. Jami tiriklikka ayon bu xatar, qumursqa yaralgan yoppatalarga. Do'stim, 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 alam qilar arslon bexabar. Yem bo'lib ketsak shu qumursqalarga. Bir gün yaşab turgan baland cho'qqida chittak uchib yurar, bunga ne sabab? Bülbülning makoni gulzor ichida qarg'a sayrab turar, bunga ne sabab? Tulporlar poygasida birinchi bo'lib hangrab o'tib ketdi bir narsa ajab. Barchadan so'radim bu ish sababin, barcha jim soqovday qotgan. Vo ajab, ey